Men Rustam bilan teplitsa qurmoqchi edik. Mahallamiz Boston. Uyda tomorqada. Tomorqaga, ha. Necha tomorqalarimiz bor? Ikki sotikka qurmoqchimiz. Ikki sotikka? Ko'chatchilik bilan shug'ullanmoqchimiz. Ha, ko'chat chiqarasizlar teplisada. Nima ko'chat? Bolgarskiy, pomidor, baqlajon, achchiq. Ilgari shug'ullanganmisiz shu? Ha, shug'ullanib kelyapmiz. Endi Tbilisani ichiga ertachiroq salqindan boshlamoqchimiz. Hozir issiq qilsa kech bo'lib ketyapti-da o'sha. Shuni ertachiroq salqinga Tbilisani ichiga o'stirib yetishtirmoqchi edik. Ko'chat yetishtirasiz? Daromad qanaqa ekan ko'chatda? Bo'ladi, nasibga yarasha inshaalloh. Qanchaga ishlatganmiz deyapsiz? Hozir ikki sotik yangi qurmoqchisiz, to'g'rimi? Ha, ikki sotik. Ilgari qanaqa bo'lgan ko'chatchilik? Ilgari ozroq o'zimizga yarasha bo'lganda, xalq uchun ham nasib bo'lsa. Tajriba bor, to'g'rimi? Xolos qo'lingizdan keladi. Ha. Tepsa kiritib bersak, qolganini o'zingiz qilasiz, to'g'rimi? Ha, albatta nasib bo'lsa. Qancha ikki sotikdan qanaqa daromad qilsa bo'ladi? Aytib beradimi? Endi qisqaga Endi o'z tilingizda o'z hisob kitobingizda ayting, masalan, pomidor ko'chati yetishtirsangiz, bir sotikdan qancha nechta ko'chat chiqadi, qanchaga sotasiz, qancha pul bo'ladi? 10 mingtalardan ko'chat chiqadi. Bitta ko'chat qancha? Narxi qancha? Narxi Sotishingiz masalan, qanchaga sotasiz bozorda? 200 dan sotamiz. 10 mingta ko'chat chiqarasiz, to'g'rimi? 200 so'mdan sotsangiz ham 2 million pul bo'ladi, shundaymi? Nechta ko'chat chiqarasiz? Issiqxona qursak, nasib bo'lsa 2 marta ham qilish niyatimiz bor.